aleyküm akalar. Mana xudo xolasa kechagi obzorimiz bu suv chiqish jarayoni akalar. Kecha o'rnatib turgan jarayonni tashlab berdim sizlarga. Xudo xolasa 250 litrlik nasosimiz. Turbash chiqishi 50 metr. Turbalarni saqishlab, mumlab ko'mishmoqchi akalar. Saqishlashga tushdi. Suv chiqishlarini ham tashlab o'tamiz. Kimga shunday nasoslar kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga telefon qilaverasizlar. Toshkent Bekobod 46 Sholik ota qo'yildi. Aka, yaxshimi? Ma'qulmi? To'g'rimi? Yaxshi. Layka topyapti. Saniyaga nomerlar qo'yib o'tamiz. Asosan negativchilarga ham salom. Negativ yozaturganlarga alohida salom aytib qo'yamiz. Mayli yozishsin, ko'rishsin. Asoslar ishlashi zo'r, xudo xolasa. Yelmaydigan. Sitlarimiz ichi ham akalar. İşlashlari. Hammasi zo'r ishlayapti. İnşallah uyaltırmaydi. Kilovatı 37 kilovat 1,5 oborotdan chiqaryapti. 250 talik nasos. Sommasini so'raganlarga akalar hammasi podiumga qarab o'rnatilyapti. Podiumni balandligi 7 metr 8 metr bor. E'tiborlaringiz uchun rahmat.